tumani Begavot qishlog'ida yashovchi Atabayevlar xonadoni Isojon otamizning farzandlari Ergashev Jahongir ukamiz bugun quvonchli kun, chunki bularning farzandlari Hop, Jasurbek ukamizning nikoh to'ylari hamda Ergashali farzandimiz toybola sunnat to'ylari munosabati bilan barchamizni mana Begavot Alloh ko'pkari maydoniga jam turibdi. Jahongir ukamizni ham ishlariga Alloh baraka bersin. Otaxonning umrlari uzoq bo'lsin. Xonadonlarida hamisha xursandchilik kunlar bo'lsin. Xursandchilik kunlariga qatorimizdan xato bo'lmay sherik bo'laylik. Qilayotgan ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Belki yaxshi niyat bilan ehson qila turgan bo'lsa, ehsonlarni Alloh dargohida qabul qilsin. Oqibatlarimizni Alloh xayrli qilsin. Muxlislardan alohida iltimos qilamiz. Sizlardan iltimos. Maydonga qarab yugurib chiqavermaylik. Alloh ko'pkarlarimizni to'xtab qolishga sababchi bo'lmaydi. Polvonlar, sizlarga tegishli kimdir tizginni ushlab olib, takanib berib, mana shu marrani borib tashlaydi, so'ravollik yo'q. O'zingizni odamingizmi, bemalol takangizni olib chopavering. Begona polvonga so'ravollik qilish yo'q. Qonun ustuvor davlatda yashayapmizmi? Barchamiz qonunga bo'ysunishga majburmiz. Qonun bor, mana shu